Shuni bironta mebelchiga yasattirsak bo'ladi-yu. Qayorini olganingiz yaxshi emasmi? Jim turing, men gapirganda, xo'p deng. Har doim shunaqasiz, mo'ldaysiz. Nima haqqingiz bor meni urishga? Sho'pir aka bilan tushib qolamiz. Sho'pir aka hozir 2 minutda pul olib chiqib beraman uyda. To'xta. Yo'q, bo'lmaydi. Senga o'xshagan go'rso'xtalarning ko'pini ko'rganman. Burunimni tashab ket. Xotining zolikka qola. Tushib pulni olib chiqasan, keyin xotining tushar. Bo'ladimi? Yeme, hech kim tegmaydi xotiningga. Turadi, bo'l, men hech kim tegmaydi. Davay, bor. Ha? Hop. Avsinim, yerdan boshini yegan ekaningizda 1 soat bo'lib hali chiqqan yo'q. Endi nima bo'ladi?